Demak, qaranglar. Biz aytib o'tdik. Demak, qandaydir bizga ikkita nomali ikkita tenglama beriladigan bo'lsa, demak bularni birgalashtirib tenglamalar sistemasi hosil qilinadi dedik va ularni biz ikki xil usul bilan asosan yechamiz. Ya'ni o'rniga qo'yish, qo'shish usullari bilan ishlaymiz. Bundan tashqari yana usullarimiz mavjud. Matritsa usulidan foydalanib yechsak ham bo'ladi, qandaydir faqat koeffitsiyentlarga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni A ga, B ga, S ga bog'liq bo'lib qoladi. Ozod xat hisoblanib turib, asosiy determinant hisoblanib qolgani ketardi. Lekin biz bilamizki, o'rniga qo'yish usuli eng qulay usulligini bilamiz. Ya'ni olaylik, bizga ixtiyoriy berilgan bo'lsa, x plus y teng 6, x minus y teng 1 degan masala berilgan bo'lsa, demak biz buni bilamiz. Istasak birinchi tenglamani olib turib, bu yerdan demak x plus y teng 6 dan x topishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 6 minus y bo'ladi deganmiz. Va mana shu narsani ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yish orqali, ya'ni x o'rniga olib borib qo'yaveryapman. 6 minus y teng 1 bo'ladi deb turib, bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, ikkita y'imiz necha bo'lib qoladi? Minus 5 bo'lib qolyapti deymizda. Bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsak, minuslar yo'qolib ketadi. 5 bo'lib qoladi deymiz, y teng 2,5 bo'ladi. Va endi 2,5 bo'lgandan keyin, demak bu yerda biz ko'rishimiz mumkin ekanki, x mana orqali, bu yerda beryapmiz, mana shu orqali ko'rib qo'yadigan bo'lsak, demak x teng bo'lib qolar ekan 6 minus 2,5 ga deymanda, buni hisoblasam demak 3,5 hosil bo'lyapti ekan. Bu oddiy holat. Endi biz ko'rib turgan odatiy tenglamalar sistemasini o'rniga qo'yish usuli bilan yechish bo'ladi bu. Bundan tashqari, demak qo'shish usulini ham ko'rib o'tdik. Bu uchun masalan 3x plus 2y teng 5, olaylik x plus y teng 2 degan qandaydir bizga tenglama berilgan bo'lsa dedik, tepa pastni birga qo'shib ayirib shundan oldin bo'lsa, agar koeffitsiyentlar bir xil bo'lmasa, bir xillashtirish haqida gapirib o'tdik. Ya'ni 3x plus 2y bo'ladi, bu teng 5 bo'laveradi. Buni barchasi 2 ga ko'payib ketadi deymiz ekanda, demak 2x plus 2y teng 4 bo'ladi degandik. Bu holatda demak bir-biridan ayirib olsak ham bo'ladi. Nomi qo'shish usuli bo'lgani bilan uni qo'shish yoki ayirish bu o'zimizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni koeffitsiyentlarning oldidagi ishoralari plusli, minusli, shu kabi holatlarga bog'liq qo'shib ayirib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bunda ayirib oladigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, y'lar yo'q bo'lib ketadi va 3x minus x bo'lganda x o'zi hosil bo'lib qoladida, 5 dan bu yoqda 4 ayirib oladigan bo'lsak, demak bir hosil bo'ladi. X birligini bilganimizdan keyin bizda mana bu tenglama bor. Buni o'rniga shunchaki 1 deb qo'yib qo'yamiz. 1 plus y teng 2 bo'lsa, bu yerdan y topish muammo bo'lmaydi biz uchun. Bu yoqqa olib o'tib qo'ysam 1. Demak, x ham y ham 1 bo'lgan holatda bizning sistemamiz yechimga ega bo'lar ekan. Bu sizlar uchun menimcha murakkab emas, sodda holatdagi misollar. Hech bir qiyinchilik tug'dirmaydi bizga. Demak, yana davom etishimiz mumkin bo'ladi. Endi ba'zan tanlab olish usuli, ya'ni tanlash usuli ham kerak bo'ladi bizga dedik. Ya'ni x plus y 5 ga teng bo'lsin dedikda, x y'imiz 6 ga teng bo'lsin dedik. Mana shu kabi holatlarda agar to'liq yechimni qidirib, uni ishlab o'tirish kerak emas deb faraz qilsak, ya'ni nechiga qo'shganimiz 5 bo'ladi va nechiga ko'paytirganimiz 6 bo'ladi. Mana shu haqida gapirib qo'ysak yetarli bo'ladi. Olaylik, x 2, y 3 bo'lganda mana shu tenglama sistemasi yechimga ega bo'ladi. Xo'p, bu mavjud ekan va to'g'ri. Faqat bu birinchi holat. Endi ikkinchi holat ham mavjud. Agar x ni 3 desam, y ni 2 deyishim kerak va bunda ham yechimga ega bo'ladi. Demak, mana shunda ikki holat va ikkita yechimga ega bo'lib qolyapmiz ekan. Shunda chalib qolmaslik kerak. Ya'ni tanlab olyapti turgan paytimda yechimlarni faqat bittasini olib qo'yib ketmaslik kerak ekan. Chunki bizga beriladi A variantda olaylik ikkita yechim, B variantda bitta haqiqiy yechimga ega. Ya'ni yechimlar juftligi bitta yechim hisoblanadi. X va y topganimizdagi holat bitta yechim. Buni topganimizda yana bitta yechim hosil bo'ladi. Ikkalasi birgalikda yechimlar juftligini hosil qiladi. O'shanaqa holatlarda masalan x 2 bo'lganda, y 3 bo'lganda deb turib agar B javob belgilab ketadigan bo'lsak, unda xatolik yuz beradi. O'z-o'zidan ko'rishimiz mumkinki, bitta ballimizdan ayrilgan bo'lamiz. Albatta to'g'ri javob ikkitaligini ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu kabi holatlarni demak e'tiborga olib ko'rib qo'yish kerak. Bu bo'yicha tushunchaga ega bo'ldinglar. Har qanaqa sistema bersa, demak ishlab ketaveradigan holatga kelib qolgansizlar o'z aslida. Demak, olaylik 3x plus 4y teng 18, x plus 4y teng 16 bo'lsa,
o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bunda qaysi usuldan foydalanish kerak desa, qo'shish usuli faqat ayirib yuboraman pastga qarata deyman. Nimaga? 4y va 4ylar bir xil. Bu holatda shunchaki bir-biridan ayirib yuborish kerak bo'lyapti, xolos. Ayirib yuborsam 2x nechaga teng bo'ladi? 2 ga, x teng bo'ladi 1 ga deyman. X 1 ga teng bo'lgandan keyin bu yoqqa 1 ni qo'yadigan bo'lsam 4y plus 1 teng 16 bo'ladi. Endi 4y im teng 15 bo'lib qoladi. Y topadigan bo'lsam 15 taqsim 4 hosil bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu va mana buni bitta qilib olganim yechim juftligi, ya'ni x va y ning juftligi bitta to'liq yechimda beryapti ekan. Sistema yechildi deb qarab ketilaveradi. Demak, mana shu kabi masalalar birinchi holat masalalari hisoblanyapti bizga. Eng sodda holatdagi sistema hisoblanadi, chiziqli sistema.